Qizil lavlagini tarkibida turli-tuman mana shu yer momo deymizmi, yer bobomizni bag'ridan olingan yerdagida barcha inson salomatligi uchun kerakli mikromoddalarni bu ildiz bo'lib so'rib oladi-ku, tortib o'ziga, tanasiga singdiradi. Mana shu narsani biz yeganimizdan keyin tabiiy shakldagi har qanday minerallar, vitaminlar organizmimizga tushadi-ku, bizga quvvat, energiya beradi. Bizga ko'rinmas darajada organizm ichki jarayonlar bilan aktivlashib ketadi. Buning oqibatida immun hujayralari ham yangidan-yangi tug'ilishni boshlaydi. Umuman organizmga kerakli xomashyoga boy bo'lgan qizil lavlagini tarkibi bizga kirib kelganidan keyin, misol uchun biron bir yaralar tuzalishida juda ham yaxshi faol qo'l keladi. Qandaydir oshqozoncha kasalliklari yoki teri yoki shilingan, yirtilgan joylaringiz bo'lsa, buni stadiya zajivleniyasini ускорение qilib yuboradi. Bu degani to'qimalar yaralangan, yirtilgan joylari birikish jarayonini tezlashtirib, regeneratsiya xususiyatini jadallashtirib yuboradi. Oqibatda mana shu muammodan odatda bir necha 10 kun ichida tuzalishingiz kerak bo'lsa, aslida qizil lavlagini yeb, bu tuzaladigan kunlarni tezlashtirishingiz mumkin. Yana keyingi foydasi, demak, jarohatlarni tez bitirishga yordam beradi.